Qayerga musulmonlarning qadami yesa o'sha yerda baxt bo'ldi, saodat bo'ldi, ilm bo'ldi, ma'rifat bo'ldi, taraqqiyot bo'ldi, yaxshilik bo'ldi, hamma narsa bo'ldi. O'shalarning hammasi haligi gap. Qalbiga e'tibor bergan, qalbini tozalagan, qalbini munavvar bo'lishi uchun uringan zotlar edi. Aql bilan ish bitmasligini yorqin bir dalili avvalda o'tgan Yunon faylasuflari Arasto, Buqrot, Aflatun va ularning sheriklari insoniyat tarixida eng aqli o'tkir odamlar hisoblanadi. Ularning falsafasi o'sha ko'zi ko'rib, qulog'i ushlab turganga foyda bergan. Ko'zi ko'rib, qulog'i eshitib, qo'li ushlagan narsaga falsafasi foyda bergan. Lekin ruhoniyat tarafdan hech narsa yo'q. Zarracha narsani insoniyatga taqdim qilishmagan. Minglab yillar davomida bitta masalani yechisha olmagan. Takafu'ul adillati ala qidamiz zamani va hudusihi. Yana bittasi o'sha ala qidamil alami va hudusihi. Zaman qadimdan bormi, keyin bo'lganmi? Olam qadimdan bormidi, keyin paydo bo'lganmi degan savol va shunga o'xshagan bir qancha savollar. G'aybiyotga tegishli savol. Bittasini yetisha olmagan. U Aflatun, Suqrot, Buqrotdan oldin milliontasi o'tgan bo'lsa, ular ham yecha olmagan. Ulardan keyin milliardi o'tsa, ular ham yecha olmagan. Imom G'azoliy 3 minutda yechib qo'ygan. Falsafani o'rgangandan keyin mana shunlarni tortishib yuribdi. Buni yechimi mana Allohga iymon keltirsa bo'ldi degan. Tugagan. Ana o'shini demak asosida qilingan faoliyatlar hammasi butun dunyoga baraka bo'lgan. Ba'zi bir ulamolar shunchalik ko'p kitob ta'lif qilganki, uni siz bilan biz hali yodlab oxiriga yeta olmaymiz nomini. O'shalardan bittasi vafot qilib sovuq ekan, endi o'likni yuvishga suv istaylik deb qarasa, u kishini kitob yozayotganda qalamini tarashlagandagi tushgan cho'plarni bir yerga to'plab qo'ygan ekan. Shundan yoqaylik deganda yuvishiga yetgan suvni isitgandan yana ochib qolgan ekan, qalamini tarashlagandagi cho'plar. Mana shu Buxoroda bir olim odam ko'chayotganda amirdan xabar keladi. Mana o'sha ilm kitobida yozganman, nimadan manbalardan olib.